Salom do'stlar, bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan mana shu 3 ta hozir to'xtanglar, kameramni to'g'rilab. Короче do'stlar, Minecraftda bugungi videomizda mana shu bu mana uyim, mana uyim Abdulloh, mana uyim. Bu hozir Muslimaxonning uyi va Abdulazizning uyini obzor qilamiz. Bo'lmasa videoni boshladik. Birinchi bo'lib yo'lamay tur gapirganim. Hop, qaysi biridan boshlaymiz? Abdulaziznikidan. Короче, tashqi ko'rinish. Mana yerda daraxt qolib ketgan. -1 ball. Mana xatolik, yana bitta minus. Mana yerga daraxt qo'yib qo'ygan, mana yerda bo'lish kerak, bu yerda taxta bo'lish kerak. O'zlaring tushundilar. Mana yerda ham bitta taxta, mana yerga ham taxta qo'yib yuborgan daraxt o'rniga. Hop, endi uyga kiramiz. Uyimizda podval bor, Kimbag'da yotoqxona. Bitta kitob o'qisalaring bo'ladi, yotib olib kitob o'qiysizlar. Hop, pastga tushamiz, podval. Podvalda mana kitob o'qiyganda emas, mana yerdan kitob olib o'qiysizlar ekan. Bu yerda mana o'qidigan bor ekan. Ting qiling. Hop, mana shuni mana yerga olib qo'ysa yaxshi edi-yu, mayli. Bitta gitara bor, gitara deyim. Nima edi? Pianino bor ekan. Ana yerlar bedrock, loy bo'lib qolib ketgan, to'g'rilamagan. Tepa ham. Вообще sandiq, pechka. Yana bitta sandiq. Hop. 1 2 hop. Jami 4 minus. 20 balldan 4 minus. Hop, endi betam babi yotoqxona. Bitta ovqatlanish. Yotoqxona, pechka, sandiq. Ovqat. Ko'chada nima bor? Ferma. Hop. Mana yerga ham bitta nima uy savorsa bo'lardi. Bo'lmasam endi Muslimaxonning uyiga ketdik. Ha, Abdulazizning uyini tomi. Oynalar bo'lib qolgan. Mana qiyshig'isi qilib uy qurib yuborgan. Mana yerdagi daraxtni xato qilgan. Mana yerda bitta daraxt yetishmagan. Hop, bo'lmasam Muslimonning birinchi tomini ko'rib olaylik. Tomida tort. Bitta hamma oilaviy o'tirib tort yerkan, bitta alohida sevishganlar gul hidlab o'tirar. Hop, tomi tushunarli. Bittan sakrab tusham. Yobani vrov. Nimaga bunaqa ish qilib qo'ygan? Mana yerdan zinaga chiqasizlar-da. Chabaqa surilasizlar ekan. Surilib baqa kirasizlar. Mayli. Muslimaxonga ham babi P. Muslimaxon. Bo'lmasam to'xtanglar, yonlarini ko'ramiz buni ham. Yebat nima qilgan bu yerda? What the fuck? Bu ham 1 minusga kiradi. Uylarning yoni qangi? Minus tomoni yo'q, yaxshi zo'r chiqqan. Agar ko'zdan qochirgan bo'lsa ham zo'rlagan. Like bosib qo'ying. Uyga kirsak, qiz balaning uyligi bilinadi darroda. Gullar qo'yib tashlagan hamma joyga. Mana yerda bet qo'l yuvgani, mana yerda suv shunaqangi qilgan. Bu yerda televizor. Buni mendan o'g'irlagan takshito, buni ideyani chopib ketgan. U video qani demoqchi bo'lsalar, hozir to'xtanglar, bunday
Короче, shu videoni polniy chiqarmoqchi edik, mana bu. Hammamiz bor edi unda. Hamma noldan uy qurgan. Просто mana shitlar qurgan hamma bittalab o'zi sekin qurgan. Короче, u video necha minut bo'lib ketdi? 55 minutmi? 45 minutmi bo'lib ketadi, vahshe cho'zilib ketdi. Короче, YouTube ga qo'yib bo'lmas ekan cho'zilib ketgan videoni. O'shaning uchun mana shu uyda obzorni o'zim olyapman. Короче, uyga kirsa mana shuni mendan o'g'irlab oladi. Uyimdan kirib ko'ruvchi men qurib bo'ldim deb turib, shu nimani o'g'irlab oladi. Bu what the fuck mana minus. Hamma joy bunaqangi qora bilan bunday rang bo'lsa, mana yerga oq qilgan. 2 minus. Ideya chopisham minus bo'lgan o'sha videoda. Bu ham minus. 3 minus короче. Mana yerda ham yana bitta minus, 4 minus. Podvalga tushamiz. Muslimonga ham mana yerga daraxt ham qo'yib qo'yaveradi. Qanday betga daraxt chiqib qolgan? Loylar, kimini u? Nima edi? Dragon oldiga olib boradigan portalning bloglarimi? Loy, bedrock, вообще. Qayt bet mana. Buni sunduq ochilar ekan, bunisi ochilmas ekan. Bu ham minus, minus 6 уже. Вообще, mana yerda ham bitta nima bor. Hop, mayli endi. Minus 6. Endi o'zimiz, shaxsan o'zimiz uyimga. Bu nima? Bo'ldi, bu kirib chiqqani mana ochib beramiz. Ha, bo'pti, mana uni ochgandan keyin o'zi yoplab. Aha, chotga ekan, yaxshi. Lekin men unisini zo'r qildim-da olib kelib. Lekin men uni chichib yuborishibdi. Qani yana bitta oq bor edi? Ha, mana yerda ham chichib yuborishibdi. Bo'lmasam, mani uyim. Hop. Mani uyim yonlari hozircha yaxshi. Keyin mana yerda minus bor. 1 minus mana shu. Mana yerda podvalimni bloglari chiqib qo'ygan. Minus ham bu. Hop, bu gilam. O'sha kirish yo'liga uzunroq qilmoqchi edim, vaqt yetmagan. Ba'zi chiqarmadi u video. Hop, mani uyimga keladigan bo'lsa, bet oq qora qilganman. Mana yerda lekin oyna kam bo'lib qolgan, e'tibor bermaysizlar, mayli. Bu ham 1 minus. Короче, 2 minus bo'ldi. Bu televizor bitta yoqsalaring mana go'shlarni ko'rib tortaysizlar. Bitta просто shunday xolos. Uxlaysizlar, sunduqqa narsalar qo'yibsiz. Lekin bitta podvalga tushsalaring, bunaqa chiroyli podval. Voh, mana toshlari ham har xil qilganman, telab. Kimini? Hammasi порядный. Bitta burchakda. Butonni pichkalar. Короче, hamma joyga qaralgan addushi. Mana yerda yana bitta minus bor ekan, oq qilib qo'yganman. O'zbek beton bo'lish kerak edi. Hop, meniki polni 3 minus bo'lsa, musulmonniki 6 minus. Hop, do'stlar, uxlab olish kerak bitta. Ana shu qo'yni o'ldirib olay. Bitta duraman, nima? Oyam chiqyapti, bitta uxlab olay, keyin ertaga ertangi kuni nima qilamiz? Baholaymiz. O'zlaring baho berib ketinglar, kommentariyaga nohaqli bo'ldi deb yozib ketsalaring.
addi shu yurechani bosib qo'yaman. Like. Kamerani to'g'irla. Xo'p, do'stlar, mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mani uyimni bali jami 20 baldan 17 bal bo'ldi. Abdulazizniki 20 baldan 15 bo'ldimi, 16 mi? Короче, o'zlaring kommentga hisoblanglar. Meni hisoblashim va shu. O'zim hisoblashimda o'zim yutaman, конечно. Endi kommentga yozinglar, addushi like bosib quvvatlab turinglar. Kontentni yana qilamiz. Videoga like bosib obuna bo'linglar. Hammaga xayr.